Orxideya o'zi tabiatda daraxtlarga, toshlarga chirmashib o'sadigan gul. Namlikni yaxshi ko'radi. Albatta, u qanchalik tepaga chiqib ketgan bo'lsa, shunchalik tepada namli bo'lib, u maza qilib o'sha yerda ildizlarni daraxtlarga chirmashib o'sadigan gul. Lekin buni gulsevarlarimiz o'zini uyiga olib kelganidan keyin uni boshqa gullarga solishtirib, oddiy turpoqqa yoki shunaqa torf, mana shunaqa narsalarga ekib qo'yishadi. Lekin bu gul o'sha aytganimdek tabiatda chirmashib o'sgan uchun bu gulga havo aylanishi kerak atrofida. Shuning uchun kara, ya'ni daraxt po'stlog'iga ekish kerak. Shuning uchun tabiatga yaqin qilgan holda va ahamiyat bersangiz, mana shu gulimda mana shunaqa ildizlari mana shunaqa yoyilib o'sadigan gul. Bu hech qachon buni tiqib ichiga solib qo'ya olmaysiz. O'zi to'ra, tabiatiga, ildizlar albatta, tabiatiga moslashyapti-da. Bu baribir shunaqa atrofidan ildizlarni chiqarib, shu namlik qayerda bo'lsa, shu yoqqa talpinadi. Shuning uchun buni bunaqa qiynab ichiga tiqib qo'yish kerak emas, u xohlaganicha o'sishi kerak. Lekin bir xil gulsevarlarimiz bu ideallikni yaxshi ko'radi, ichiga kirsin yoki shu to'g'ri tursin deb urishadi. Lekin bu gul o'zini xohlaganini qiladi. Chunki sindirib qo'ydingiz ildizini, hech narsa qilmaydimi? Yo'q, men Ildizini emas, va bu gullarimizni uyga olib kelganimizdan keyin gulsevarlarimiz undan ham zo'r gullasin deb bunga dori berish boshlashadi. Bu ham juda katta xato, chunki bular bizga kelguncha o'sha har xil vitaminlarni, har xil o'g'itlarni ichib, yeb bo'ladi. Endi ular ham menimcha gulsevarlar ham o'zidan o'zi bermasa kerak. Unga o'sha gul sotgan florist mana gul sotuvchisi noto'g'ri informatsiya ham bularni chalg'itib, gulni nobud qilishiga olib keladi. Shuning uchun birinchi baribir shu internet tarmog'idanmi yoki bizga o'xshagan shu Instagram mutaxassislardan anaqa qilish kerak. Baribir Toshkent sharoitida o'stirish boshqa sharoitlardan ko'ra boshqacharoq bo'ladi. Shuning uchun bu gulni shu uyga olib kelganidan keyin inson gulsevarlar quyosh tushmaydigan просто yorug' joyga qo'yib qo'yish kerak. Hech qanaqa bo'lishi kerak? Ya'ni увлажнитель воздуха bo'ladi-yu, o'shanaqa qo'yish kerakmi? Albatta, agar увлажнитель, ya'ni shu namlantirgichi bo'lmasa, опрыскивать qilish mumkin, purkash mumkin. Purkash mumkin yoki yoniga bir chiroyli idishda yoki bir akvariumga qo'yib qo'ysa yoki shu suv solib qo'ysa yoki yana bitta usuli bor. Bunaqa idishga tosh masalan, mana shunaqa idishga keramzit yoki tosh bo'lsa, ozgina suv solib ustiga shu tuvagini qo'yib qo'ysa bo'ladi. Bu ham bitta namlikni berib turadigan. Ya'ni parlangan havoda ham kerakli o'ziga namlikni tortib oladi.